Kiyevlik yosh er-xotin Rossiyaning shiddatli havo hujumida halok bo'ldi. Oila qurish umidida edi, deydi motam tutuvchilar. Marina Xomenyuk 4 yil avval Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan so'ng Ukrainani tark etdi. Kiyev, Ukraina. Ko'pgina ukrainaliklar singari Marina Xomenyuk ham 4 yil avval Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan so'ng vatanini tark etdi. U Chexiya Respublikasida o'z diplomini tamomlab, o'zining ta'sirchan tillar ro'yxatiga Vyetnam tilini qo'shib, keyingi yili uyiga qaytib, sevimli Yuriy Orlov bilan uchrashishga muvaffaq bo'ldi. Ukraina poytaxtida jamoalar uchun xokkey o'ynaganidan so'ng Kiyev florbol klubi sardori bo'lgan Xomenyuk va Orlov payshanba kuni Rossiya havo hujumlarining dahshatli to'lqini paytida halok bo'lgan 24 kishi orasida bo'lgan va u Ukraina harbiy rasmiylari urushning eng katta to'siqlari deb ta'riflagan. Kruz raketasi ularning turar-joy binosini yasiladi. Shanba kuni do'stlar va oila a'zolari 24 yoshli ingliz tili o'qituvchisi Xomenyukka so'nggi ta'zim qilishdi. Ular Orlovga ham hurmat ko'rsatishga umid qilishgan, ammo uning jasadi hali ko'mishga tayyor emas edi. U juda gamxo'r odam edi. Men juda afsusdaman, chunki uning juda ko'p orzulari bor edi. U bolalar bilan ishlagan va vaqt xavfsizroq bo'lganda o'zi ham farzandli bo'lishni xohlagan, dedi uning do'sti Alesey Yuxnovich Associated Press nashriga. Er-xotin Xomenyuk qaytadan keyin tanishuv ilovasida uchrashdi.